yozish bo'yicha bitta voqea aytib bermoqchiman. Bitta qiz bo'lgan ekanda Amerikada. Keyin u morgxonaga olib borilgan, operatsiya bo'lgan. 5 ta organi 5 ta shtatga donor sifatida berib yuborilganda. Keyin shunda doktor hayron bo'lgan. Men degan shuncha yillik tajribamdan bunaqa kasal ko'rmagandim. Bu qizingizni degan onasiga aytganda, kundaligi bormi, birorta daftari bormi desa, ha, bitta daftar yozardi, kundaligi bor, meni qizimni xonasini qarab ko'rishim kerak. Xonasidan olib kelib o'qisa, qiz shunaqa yozgan ekan. Yozishni qudratini bilgan, nima yozsa amalga oshishi, 100% amalga oshishini bilgan va shunday yozgan. Men bir vaqtni o'zida 5 ta shtatda yashashni xohlayman deb yozgan ekan. Men bir vaqtni o'zida 5 ta shtatda yashashni tanlayman deb yozgan ekan. U shuni yozishni ishlash yoki ishlamasligini sinab ko'rgan ekan. Qizni hozir 5 ta organi 5 ta shtatda yashayapti. Do'stlar, yozgan paytingizda niyatingizni to'g'rilab, rejalaringizni aniqlab, keyin yozinglar. Yozishning kuchi bor. Dunyo birinchi yaralganda, birinchi bo'lib yaralgan narsa bu qalam bo'lgan ekan. Har qanday yozilgan narsada kuch bor, quvvat bor, energiya bor. Orzularingizni yozing, niyatlaringizni yozing va hammasiga oson, yengil Allohning kuchi bilan erishing.